Salom do'stlar, sizlar bilan Shohkim. Bugungi videoda biz sizlar bilan O'zbekistonni jahon chempionatiga chiqaramiz. Bu 3-qism emas, bu final do'stlar. Qaranglar, 4-1 final. Bugun yutamiz Argentinaga qarshi O'zbekiston. Davay bo'lmasan. Argentinani choyini ichamiz do'stlar. Qarab turinglar. Bugun finalda ko'rishamiz, final. Mana o'yin boshlanyapti. 12-iyulda bo'lyapti bu o'yin. 12-iyul. Mana do'stlar, argentinaliklar va o'zbeklar. Mana Argentina tarkibi 80 over 4-2-4. O'zbekistonniki 75 over 4-3-3 Kosicda 2. Lautaro Martinez o'yinni boshlab beryapti. G'aniyev to'pni olib qo'ymoqda do'stlar. Fayzullayevga pas va Shomurodov zarba beryapti, lekin rikoshet do'stlar. Masharipov to'pni olmadi, Mozgovoy olib berdi. Masharipov, Shomurodov gol. Martinez qaytara olmadi. O'zi ko'p o'yinlarda Martinez qaytara olmayapti. Ko'rgan bo'lsanglar, Real hayotda ham qaytara olmadi. Bitta o'yinda 2 ta gol o'tkazib qo'ydi. McAllister jamoasini qutqarmoqchi bo'ldi, lekin qutqara olmadi. Romero ham qutqara olmadi. Martinez oxirida save qildi. Malades. Yarim himoyaga pas do'stlar. Eshmurodov. Voy. Shomurodov foydalana olmadi. Ali Nazaxonov ekan ismi. Martinez o'yinni boshlamoqda. Shomurodov to'pni olib qo'ymoqda va G'aniyev, Fayzullayev zarba gol. Fayzullayevdan chiroyli gol. Mana bu gol. Ajoyib. Martinez o'ng tomonga sakramoqchi bo'lgan ekan, lekin Fayzullayev chap tomonga ketdi. G'aniyev, Fayzullayev. Yo'q, keraksiz joyda. Simon Fayzullayevni olib qo'ydi, lekin yo'q, olib qo'yibdi. Zarba pas bera oldi Husanov. Xato pas, menimcha, xato pas. Martinez Molinaga, G'aniyev Fayzullayev, Husanov, Shomurodov. Eshik darvozadan ochiq turgan qaranglar. Ochiq darvozaga Shomurodov ura olmadi. Shomurodov Otamendi deb olmadi. G'aniyev. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Do'stlar, kattakon rahmat. 180 obunachi bo'ldik. Va Shomurodov qani biz endi 200 taga 20 ta obunachi qoldi. Hamronbekov. Do'stlar, golni qaranglar. Mana rikoshet bo'ldi, lekin Hamronbekov nima qilganini qaranglar. Chap oyoq bilan zarba aylantirib shtankaga tegib uchib ketadi deb o'ylagandim, lekin gol bilan tugadi. Do'stlar, 200 ta bo'lishimizga 20 ta obunachi qoldi. Rovna 180 ta obunachi bo'ldik, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Romero to'pni olib qo'ydi haflaziyatda va Shomurodov zarbasi qiyishib ketdi. Martinez xato pas berdi va Fayzullayev unumdorlik bilan foydalanib ketmoqda. Shomurodovga pas, Shomurodov ortga emas, nima? Va yana Shomurodovdan gol, dubl. Shomurodov dubl qildi. Hat-trick ekan. Hat-trick qildi ekan. Shomurodov
Qani bir Fayzullayevni ham kuchini ko'raylikchi degandim. Birinchi taym tugab qoldi mana. Shomurodov, Fayzullayev, Hamronbekov, Shomurodov. Shomurodov dubl rasmiylashtiribdi. Ashurmatov o'tgan o'yinda qizil kartochka oldi. Hozir bildim. Shomurodov, Eshmurodov, G'aniyev, Masharipov. Yo, to'pni oldirib qo'ydi endi. G'aniyev, Sardor to'pni oldi va xato pas ham berdi. Martinez pas berdi Taligafigoga. Taligafigo esa Al-Nazzaxonga to'pni oldirib qo'ygan edi, lekin bizdan chiqdi to'pni. Fayzullayev, Husanov. Yo, zarba juda ham kuchli ketdi. Qanim Husanovning kuchini ko'ramiz hozir. Yo. Husanov qani Husanov. Mozgovoy, yo, o'tkir Yusupov. Qora kiyimda kelganimiz bugun Lautariga paxta pas berib qo'ydi. Qaytardi Yusupov. Va G'aniyev pas bermoqda Shomurodov. Shomurodov ham pas berdi. Fayzullayev xavfli vaziyat xullas mavjudot bo'ldi va darvozabon shtankasiga tegyapti do'stlar. Martinez o'yinni boshlab beryapti. Fayzullayev to'pni oldirmoqda va xavfli vaziyat yuzaga kelyapti. Bunday vaziyatlarda Shomurodov to'pni oldirib qo'ydi. Hujumda xato yo'l qo'yishdi. Fayzullayev to'pni yana olib berdi va Shomurodovga pas. Shomurodov Slavi zarar berib qo'ydi. Like bosib qo'yinglar. Messi o'yindan ketyapti do'stlar. Di Pauloning o'rniga tushyapti. Endi aniq argentinaliklar yutqazadi. Chunki o'yinning 78-dakikasi ham o'tib bormoqda. Mozgoy, Otamendi va voy sariq intiryapti. Husanov sariq oldi. Keyingi o'yinda tushmasligi mumkin. Kinachilarda jamoalardan o'yinchilar. Yo, Parekos ismini bilmayman, Romero, Mozgovoy, Shomurodov do'stlar Fayzullayevga uzatma berdi. Fayzullayev Sayfiyev o'yinga tushadi hozir. Mozgovoy, yo, Mozgovoyning pas o'tmay qoldi. Fayzullayevga edi bu pas sovg'a bo'lib qolyapti argentinaliklarga, lekin Eshmurodov, Husanov bugun xavfli vaziyatlar, qaltis vaziyatlar qilmayapti. O'yinda ko'rgan bo'lsangiz. Fayzullayev Shomurodovga pas edi bu. O'yin tugadi, Argentina yutqazmoqda. 4-0 ga yutqazdi do'stlar. Keyingi o'yinimiz kim bilan bo'lar ekan? Qani ko'raylik. Yo! Fransiya Niderlandiyaga yutqazib qo'ydi. Norvegiya bilan o'ynayman do'stlar. Guruh C'da birinchi o'yinda bo'laman. Davay o'yinda. Yarim final do'stlar. Ispaniyaga qarshi Niderlandiya, O'zbekistonga qarshi esa Norvegiya. O'yin ketdi do'stlar, taktikamni o'zgartirishim kerak. Sayfiyev o'yinga tushadi bugun. Nasrullayevning o'rniga Hamdamov ham o'yinda bo'ladi bugun. Hamdamov ham o'yinda bo'ladi. Hamdamov markazda o'ynaydi. Kanimiz ham boshladik o'yinni do'stlar. Qani Norvegiyani yanchib tashlaymiz. Xalqni ham boshqasini ham. Kechiringlar, og'zim bug'ilib qoldi. Mana Shomurodov, Masharipov, Shomurodov
Shomurodov gol. Eldor Shomurodov gol uryapti do'stlar. Haaland o'yinni boshlab beradi. Bergdan Shomurodov to'pni olib qo'ydi. Shomurodov Berg undan to'pni olib qo'ydi. Va Eshmurodov Sayfiyev, do'stlar Sayfiyevni o'yinga tushirdim. Chunki u Nasrullayevdan kuchliroq. Masharipov, Hamdamov, pas Fayzullayev xavfli vaziyat yuzaga kelmoqda. Zarba Wolf o'yinda to'pni olib qo'ydi va Husanov foydalanyapti do'stlar. G'aniyev Neyland qaytarib qo'yapti. Bu nerealniy seyf bo'ldi. Neyland pas beryapti. Rangers Sayfiyev yo'q, to'pni olmadi do'stlar. G'aniyev childirib bo'lsa ham to'pni oldi. Hamdamov do'stlar pas o'tmadi va Hamdamovning pas o'tib ketdi. Shomurodovdan ajoyib gol ko'rdik. Do'stlar, Haaland gol ura olmayapti bugungi o'yinda. Do'stlar, Ispaniyaga qarshi kimdir o'ynadi-yu, esimdan chiqib ketdi davlatining ismi. O'sha o'yinda 6-5 bo'lgan ekan. Nima Unai Simon haqiqiy jahon chempionatida qo'lqopni olgan, lekin qanday qilib 5 ta gol o'tkazgan? Buni sig'dirish kalamga ham kelmaydi. Odegaard kallasiga tegib qo'yapti va Hamronbekov pas beryapti. Hamdamov Sayfiyev ham foydalanishi mumkin, lekin foydalana olmadi do'stlar. Pressing Husanov Eshmurodovga borib tegapti, lekin Husanov bugun va kechagi o'yinda ham, bugungi o'yinda ham do'stlar Husanov hech qachon o'ynay olmayapti. Nega? Lekin haqiqiy hayotda, real hayotda Husanov Ronaldodan udarlarni qaytardi, Ispaniyaga qarshi o'yinlarni qaytardi. Qo'sqinom juda ham zo'r o'ynadi, lekin o'yinda o'ynayapti. Cityda ham juda ham ko'p seyflar qilgan. Masharipov Neyland Rangers G'aniyev Masharipov Odegaard do'stlar Husanov bot do'stlar va birinchi taym yakunlandi. Birinchi taym yakunlanmoqda. Va biz sirrazu ikkinchi taymni boshlab bordim. Hamdamov, Hamronbekov, G'aniyev, Haaland, Bob. G'aniyev to'pni oldirib qo'yapti Odegaardga va Husanov qutqardi. Hamdamov, Shomurodov yugur. Shomurodov. Neylanddan juda ham chotki seyf ko'rdik. Bu o'yinning menimcha eng yaxshi seyflardan biri. 16 finaldagi o'yinning eng yaxshi seyflardan biri bo'ladi va bu seyfni ko'rasizlarmi do'stlar? Hozir bu 100% gol edi. Neyland nima qilyapti? Bu o'yinda Neyland Husanov hali bilan buncha o'ynamayapti. Lekin real hayotda juda ko'p xato qildi. Bellinghamga gol o'tkazdi, ikkita gol urdi, va 2-1 yutqazdi. Masharipov aql bovar qilmas gol bo'ldi do'stlar. Ko'ringlar bu golni. Qaranglar. Neylandning kallasini buzib qo'ydi-yu, kallasi aylanib ketdi. Haaland boshlab berdi Odegaard. Menimcha finalda Ispaniya bilan o'ynasak kerak va biz jahon chempionatini yutamiz. Husanov to'pni olib berdi. Hamdamov yana oldirib qo'yayotgan edi. Ayari to'pni oldi do'stlar. Fayzullayevga to'p o'zi keldi va Shomurodovga darhol pas berdi. Bu offside emas. Shomurodov. Ochishda o'zi bunga urilmadi. Shomurodov, nima bo'lyapti bugun senga? Odegaard
Husanov emas, bu Shomurodov. Pas berdi Hamdamovga, Hamdamov o'ynay olmadi. To'pni oldirib qo'ydi. Shomurodov to'pni olib pressing qilyapti. To'pni oldi, through ball. O'tib ketdi o'zidan. Milanga bordi bu. O'yinning 78-daqiqasi boshlandi. Berg do'stlar, Husanov tarmut kelyapti Haaland. Haaland o'zining jamoadoshi Haalandning jamoadoshi Husanov to'pni olib qo'ydi Husanov zo'rda. Hamdamov, G'aniyev pas beryapti Hamdamovga. Hamdamov esa Masharipov zarba. Alzinhao Haaland ochiq vaziyatga chiqib ketyapti, lekin Husanov ham qutqara olmay qoldi. Do'stlar, G'aniyev qutqarmasa biz yutqazib qo'yishimiz mumkin. Haaland 100 pol bor ekan bu yerda. 100 pol va 100 polligini qildi va o'yin tugadi. 3-0 hisobida Norvegiyani biz yutdik do'stlar mana. O'yinning eng yaxshi futbolchisi Shomurodov. Do'stlar, mana jahon chempionatiga ham oz qoldi. Ispaniya hamda O'zbekiston o'ynaymiz. 3-o'rin uchun ham Norvegiya va Niderlandiya o'ynaydi. Mana endi Ispaniyaga qarshi O'zbekiston o'yinini boshlaymiz. Final. Ketdi. Bu o'yinni hech qanday o'yin o'tkazmaslik kerak do'stlar. Mana final. Ovozi va o'yinchilar chiqishiga baho bering. Mana Lamine Yamal, Pedrilar 100 pol turibdi bu yerda. Yamal 93lik. Pedro Porro. Ferran Torres o'yinni boshlab bermoqda. Rodriguez emas. Rodri to'pni olyapti. Hamron Bekov, Eshmurodov. Nima qilyapti Shomurodovga ajoyib pas kelgan edi. Unai Simon save qildi va Sayfiyev. Shomurodov yo'q. Unai Simon. Yomon ekan bu Simon. Hozir 3 ta gol urardim. Prosta save qilib tashadi. Unai Simon. Sayfiyev pas beryapti. Hamron Bekov tepdi. Noaniq zarba. Va Unai Simon o'yinni boshlab beryapti, tepdi. Lamine Yamalga bor ishdi va Masharipov uni to'xtatdi. Shtraf Noy. Pedro Porro. Pedri. To'pni olib qo'yishdi Pedridan. Shomurodovga pas. Kubars yoritdi. Do'stlar, Kubarsning tezi yo'q ekan. Unai Simon qaytara olmaydigan Shomurodovning zarbasi. Mana, ishdan ketyapti. Unai Simon menimcha qaytarardi bu zarbani, faqat ishdan ketdi-ku, uchib ketadi deb o'yladi shekilli. Shuning uchun qaytarmadi. Shomurodov to'pni olib qo'yapti va yo'q, Leopard olmadi. Lekin pas berdi Hamdamov. Pas Hamdamovga zarba. Unai Simonga nima bo'ldi do'stlar? Unai Simonga nima bo'ldi? Simon o'ynay olmayapti. O'zbekistonliklar bundan foydalanish kerak. Hamron Bekov, Shomurodov, Rodri to'pni olib qo'ydi. Ferran Torresga pas berdi Hamron Bekov. Hamdamov. Unai Simondan nerealniy save. Pas Pedro Porro, Sayfiyev to'pni olmadi va Pedridan to'pni olish kerak. To'p olindi. Hamdamov tomonidan. Sayfiyev. Shomurodov yo'q. Zarba o'tmadi va Pedri qochib ketishi mumkin. Markazga pas. Ferran Torres bor edi, lekin Eshmurodov qaytardi.
Unai Simon qaytarmoqda Hamdamovning G'aniyevning zarbasini va Alizinaho, Grimaldo, Ferran Torres, Hamdamov, Alindazaho ulaşgan nomini kerak o'qolmayapman ham. Eshmurodov, Sayfiyev, Hamdamovga pas, Fayzullayevga pas berish kerak bu yerda. Birinchi taym yakunlandi. Birinchi taymda top kim ushlab turgani 55 ga 45. Xoskanam hamma narsada Ispaniyalar oldinda, lekin hisobda o'zbeklar oldinda boryapti. Hamdamov, Fayzullayev, Rodri. Fayzullayev olmadi, Ferran Torresga Rodri pas berdi. Va Husanov ham ojizlik qildi buni qaytarishga. Yusupov qaytaryapti. G'aniyev Yusupov prime davrini boshlayapti. Sizlar ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r o'ynadi Yusupov. Husanov Ferran Torresdan to'pni oldi bu safar. Nerealning tarzda oldi do'stlar. Va Hamdamov, G'aniyev, pas Masharipov. Kubarsi yomon o'ynadi. Yaxshi o'ynadi. Masharipov pas Shomurodovga, Leopard. Unai Simonga nima bo'ldi? Qaranglar. Bug bo'lib qoldimi? Menimcha, Unai Simon bug bo'lib qoldi. Zarba berdim, lekin u yoqqa otildi. Chap tomonga, yomon tomonga ketgan. 3-0 yutyapmiz hozircha biz. 4-0 qila olamizmi ekan? Leopard. Bayanadan olindi va Hamronbekov hujumga darhol qochib ketyapti. Shomurodov tepadan parashyut qildi. Lekin parashyut o'xshamadi. Va Pedro Porro qochyapti. Ferran Torresga pas. Shomurodov chopdi va to'pni oldi. Eshmurodov do'stlar pas beryapti Eldorga. Eldor esa Fayzullayevga. Fayzullayev zarba. Save Unai Simon. Menimcha Unai Simon o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb o'ylayapman, lekin bu yerda hozir mana shu gol bo'lmasa, yo'q, menimcha Unai Simon emas, Shomurodov o'yinning yaxshi futbolchisi. Villamni o'ynab penalti tushdi do'stlar. Masharipov, Oston Urunov pas. Urunov Kubarsidan to'pni olib qo'yapti hujumchi va Pedro Porro qochib ketyapti va buni Hamdamov to'xtatdi. Yamal bugun do'stlar o'yinda juda ko'rinmadi. Qanaqa pas edi bu? Ferran Torresdan ham o'tib ketdi-yu. Bugun Lamine Yamal juda ham o'zini ko'rsata olmadi. Urunov, Oston Urunov, Hamdamov zarba. Do'stlar, Hamdamov juda ham charchagan do'stlar. U o'yinni boshidan beri o'ynayapti. Qanaqa gol bu? Unai Simonga nima bo'lyapti bugun? Aniq o'yinning eng futbolchisi degan bo'lardim, lekin Unai Simon bugun o'ynamadi do'stlar. Chempion! Jahon chempionatini O'zbekiston yutyapti. Husanov ko'tardi sovrinni. Va mana O'zbekiston jahon chempionatini yutdi. O'yinning yaxshi futbolchisi Hamdamov. Va finalda 4-0. Mana champion va 3-o'rinda Norvegiya o'tkazib qo'yibdi. Niderlandiya 3-o'rin oldi. Birinchi o'rinni O'zbekiston olgan bo'lsa, ikkinchi o'rinni Ispaniya olgan bo'lsa,
Uchinchi o'rin esa Niderlandiya. Portugaliya guruh stage'da qolib ketdi. Va bu final edi do'stlar. Hammaga xayr. Bu uzun videoda tugadi.